Monopoliyani endi man sindiraman. Sizlarga metallik kerak edimi? Umuman muammosi yo'q. Umuman. Sizlar o'ylashlaringiz mumkin. Bu oddiy texnikadir. Lekin aksincha, bu oddiy texnika emas. Bu tizimni boshqaradigan texnika bu hisoblanadi. 130 ot kuchiga ega kuchli dvigatel. Shofirlarimiz uchun eng zo'r motor bu Senji motor hisoblanadi. O'sha Senji motor bilan shu texnikamiz jihozlangan. To'g'ri, Senji motor nima deyishlaringiz mumkin? Senji motor bu zavoddan metan bilan birga chiqqan avtomashina. Bu texnikani hisob-kitobni yaxshi biladiganlar xarid qilishadi. Ya'nida qarang, logistika bilan shug'ullansangiz yoki savdo sohasida agar ishingiz bo'lsa agar shu texnika sizlarga qo'l keladi. 345 litr metan va 15 litr benzin. Bu nima degani? Bu siz qilayotgan xarajatni nazorat qilib bilasiz. Kuzov qismiga keladigan bo'lsa agar 5 tonadan ortiqroq yuk ko'tarib biladi. Kuchaytirilgan resorlar har qanday yo'lda barqarorlik beradi. Salon qismiga keladigan bo'lsa agar multirul, konditsioner, LCD monitor, eng asosiysi gazni va benzinni o'zini alohida knopkasi bor. Kimga agar shu spets texnikamiz qiziq bo'lsa agar bemalol avtosalonimizga tashrif buyurib, tez drive xizmatdan foydalanishingiz mumkin. Avtosalonimiz manziliga keladigan bo'lsak, Samarqand Daro'za Darxan burgerning yon tarafida.